Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Salomatmisizlar? Hozir Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga darvoza o'lchagani kelgandim. Hozir bitta ajoyib voqea bo'lib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rsalang aytib beraman men. Xullas, hozir darvoza o'lchagani kelib aka bilan gaplashib turdik. Aka 3 ta farzandlari bor ekan, 2 ta o'g'il, bitta qiz aka. Kattalari o'g'il, kichkinalari qiz. Xullas, uchala farzandim ham bir kunda tug'ilgan, har tug'ilgan kunlari 9-oktyabr dedingizmi? 9-oktyabrga to'g'ri kelganda shunaqa deyishadi. Men bo'lishi mumkin emas desam, hozir metrikalarni olib chiqdi akalar. Haqiqatan ham hammasi 9-oktyabr kuni tug'ilgan ekan ana. Kattasiniki mi, qizingizniki mi bilmayman. Ha, bu moqlar oyim ekan, ha. Shuni o'shab turing aka. Ana akalar. Ko'rib turgan bo'lsalaring hammasiniki mana 9-oktyabr. Mana bunisi 2015-yil 9-oktyabr, bunisi 2017-yil ekan, mana bunisi 2022-yil 9-oktyabr. Ikkita o'g'ilniki, qizlarniki ham maşallah. Uchalari ham 9-oktyabrga to'g'ri kelgan ekan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Salomatmisizlar? Hozir Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga darvoza o'lchagani kelgandim. Hozir bitta ajoyib voqea bo'lib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rsalang aytib beraman men. Xullas, hozir darvoza o'lchagani kelib aka bilan gaplashib turdik. Aka 3 ta farzandlari bor ekan, 2 ta o'g'il, bitta qiz aka. Kattalari o'g'il, kichkinalari qiz. Xullas, uchala farzandim ham bir kunda tug'ilgan, har tug'ilgan kunlari 9-oktyabr dedingizmi? 9-oktyabrga to'g'ri kelganda shunaqa deyishadi. Men bo'lishi mumkin emas desam, hozir metrikalarni olib chiqdi akalar. Haqiqatan ham hammasi 9-oktyabr kuni tug'ilgan ekan ana. Kattasiniki mi, qizingizniki mi bilmayman. Ha, bu moqlar oyim ekan, ha. Shuni o'shab turing aka. Ana akalar. Ko'rib turgan bo'lsalaring hammasiniki mana 9-oktyabr. Mana bunisi 2015-yil 9-oktyabr, bunisi 2017-yil ekan, mana bunisi 2022-yil 9-oktyabr. Ikkita o'g'ilniki, qizlarniki ham maşallah. Uchalari ham 9-oktyabrga to'g'ri kelgan ekan.